Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun Polaxonga magazinlarda polini kafel qilgani keldik mana. Xudo xolasa mana ishlarimiz boshlab oldik. Do'konimiz 17 metrga 6 metr. Kafellarimiz ham keldi. Kafellarimiz 60 ga 60 O'zbekistonning kafeli. Kvadratni 57 ming so'mdan oldik. Kafelni kilaylarimiz qopini 45 ming so'mdan oldik. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, do'konlarimiz arendaga beriladi. Manzilimiz Polaxon svetofori. Polaxon svetoforidan o'ng qo'lga Bo'ydi tomonga qarab yurganda taxminan bir 100 metr, 200 metrda keladi. Joyimiz lokatsiyasi juda ham qulay joyda. Arendasini hoji akamiz chiroyli qilib berishadi, narxlarini so'raganlar ko'p. Ulgurib qolinglar olgani. Do'konimizning joyi hali bo'lib berilgani yo'q. 17 metrga 6 metr joyimiz. Akfalari seriyadan bo'lyapti, tayyor. Shu 3-4 kun ichida qo'yib yuborishadi. Yo'llarini servisniy paneldan to'sib berishadi. Ko'chaga mana bu yerga hojatxonamiz tushyapti. Hojatxonalari bilan chiroyli qilib berishadi. Hoji akamiz nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bexijolat kelib ko'rib, mana Polaxonliklar nimalar ko'rib, bexijolat gaplashib nima qilaverasizlar.